Xo'sh, hammaga salom do'stlar. Bugungi o'yinimizda olmozni top o'yini. Mana shu labirintning ichidan olmozni topishim kerak. Buni o'rtog'im qurib berdi. Voy, oldin esa bularni yo'qotish kerak. Endi tegamaysanlar. Hop ketdik. O'rtog'im aytishicha, bu yerda monsterlar ham bo'lishi mumkin ekan. Boshim aylanib ketyapti. Nima bu? Bitta joyga yurinmanmi? Bu yerdan o'rtog'imning kallasi ishlar ekan. O'rtog'im bitta yordam qildiki, bu sen o'ylagan joylarda emas dedi. Mani nazarda tutib bilmayman. Kelinglar sizlar birga qidiraylik. Xo'sh. Wow, bu yerda katta joy bor ekan. Qanday cheaterlik yo'llarini ishlatsak bo'ladi? Hozircha o'xshamayapti. Xo'sh. Bu biz uchun yordam. Bu ham menimcha. Bunga olmozni topib qo'yib qo'yishimiz kerak. O'rtog'im aytgan edi. Chiqish mana. Ancha yerga olmozni qo'yamiz. Voy. Krishna yo'lagida. Xo'sh. Nima degani? Kirish yo'lagida. Bu yarmini olib tashlasak. Mana. Kirish yo'lagida. Xo'sh, kirish yo'lagining xatlaridadir bor. Tushunarli. Olmos mana demak, bu yerda kirish yo'li bor. Ana xatoga kirish yo'lagini. Shokir. Va nihoyat olmos topildi. Biz olmozni topdik. Urray! Labirintdan olmozni topdik. Bu yordamida hech narsa qila olmaymiz. Lekin olmozni topdik. Ular tabriklang. Men olmozni topdim. Vau! Qanday baxt, ha? Olmos topish shunchalik oson bo'lib ketyapti Minecraftda nima balo. Xo'sh, o'rtog'im yaxshi labirint tuza olmagan bo'lsa ham juda qiziqarli. Mana shunday chalg'ituvchi narsalar ham bor. Monster bor edi deganda. Zombilar, skeletlar bor deganda. Menimcha ertalab qolganga ular olovdan kuyib bo'lib ketishgan. Lekin men olmozni topdim. Men hech narsadan muammom yo'q endi. Mana shu bilan olishib qo'yaylik. Keyin kichkina qo'shasanmi? Shunda o'zlaringga ketyapsanlar. Tegamaysanlar. Uch yoshga to'ldim. Mana men bu yerda yozib qo'ydim. Mana bu. 3 yoshga to'lding deb. Ko'rdingizmi? Menga kirib ko'p narsani ham o'rganib ketyapsiz.
O sotuvchi. Menda almaz bor. Nimadirgadir almashasanmi? Almashmasang o'ldirib tashlayman. Yo'q. Men vadamni ustidan chiqishim kerak. Voy, lamasini ham urdim. Voy, bu menga tufuryapti. Bunisi ham menga tufurdi. O'zini tufuradi. Meni yengish aqlimga emas. Shuncha almaz bor. Bo'pti bolalar, men videoni mana shu joyda yakunlayman. O'ylaymanki sizlarga yoqdi. Like, obuna bo'lib qo'ying. Mening ikkinchi qismi ham chiqadi. O'rtoqlarim bilan birga. Xayr.